Kecha men Odyssey filmiga tushdim. Bilmaganlar uchun bu grek mifologiyasi asosida olingan film, Kristofer Nolanniki. Bilganlar biladi, bilmaganlar albatta tomosha qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Menga juda ham yoqdi. Xullas ko'rib bo'lganimdan so'ng yodiga ikkita dialog meni o'ylantirib qo'ydi va miyamda qolib ketdi. Birinchisi bu Afina bilan Odysseyning dialogi, ikkinchisi esa faqat meni emas, ko'pchilikni menimcha o'ylantirib qo'ygan bu Sirens, ya'ni Parilar orolidan ularning kemasi o'tayotganida. Xullas qisqacha qilib aytib ketaman. Parilar orolidan o'tayotganda hammani qulog'ini bekitib qo'yishadi, chunki euforiya va ularga ergashib cho'kib ketmasligi uchun. Faqatgina Odysseyni qulog'ini ochib qo'yishadi va uni ustunga bog'lab qo'yishadi qattiq. Va u boshqa jangchiga aytadiki, men seni yolvorib so'rasam ham meni qo'limni yechma deydi. Odysseyni yig'laganini ko'rgan jangchisi undan so'raydi: Parilar nima haqida kuyladi deb. Va shunda Odyssey javob beradi. Inglizchada chiroyli chiqqan. He told you what you most want is what you can't have, and the most you can have is what you already had and lost. Bizning eng katta istaklarimiz bu biz yetisha olmaydigan odamlar yoki narsalar, yoki-da qachondir ega bo'lib, keyin esa yo'qotganlarimiz. Va Sirens Parilar aynan mana shu haqida kuylashadi. Masalan, o'ylab ko'rsak, nega insonga erishilmagan javobsiz sevgi bunchalar qattiq ta'sir qiladi va ushalmagan orzular butun umr insonni esida qoladi. U haqida kuylashadi, yozishadi, chizishadi. Chunki mana shunday sevgi yoki mana shu orzularimizga biz yetisha olmaymiz. Ular bizniki bo'la olmaydi. Yoki da necha marta siz nimadirni yo'qotganingizdan so'ng qanchalik u qadrli ekanligini anglagansiz. Inson qorong'ulikni his qilmasdan yorug'likni angla olmaydi. Kimdirdan ayrilgach, qanchalik u inson hayotida qadrli ekanligini tushuna olmaydi ba'zida. Chunki odamning fikrlashi aynan kontrast ustiga qurilgan. Biz masalan tinchlikni yoki sokinlikni qadriga yetishimiz uchun albatta yoki-da shovqinda yoki notinchlikda bo'lib ko'rishimiz kerak. Platon masalan aytganki, sevgi bu yetishmovchilik hissidan paydo bo'ladi. Ya'ni sevgidan biz bizga yetishmayotgan narsalarni qidiramiz. Kimdir qabul qilinish, kimdir e'tibor, kimdir yorqinlik. Schopenhauer esa inson ongi doim xohish va zerikish o'rtasida har doim chayqalib turadi degan. Nimadirimiz yo'q bo'lsa, uni xohlab siqalamiz, ega bo'lganimizdan keyin esa zerikib qolamiz. Mana shu ham bizning paradoksimiz yoki fojiamizdir balki.